أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun bu duoni har qanday duo qilishingizdan oldin, biror maqsad so'rashingizdan oldin o'qisangiz, Alloh o'sha maqsadingizni albatta ijobat qiladi inshaalloh. Har bir ishlar oldidan, har bir muhim ishlar, har bir niyatlar oldidan o'qib duo qilinadigan duolardan bittasi. Anas ibn Malikning duosi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu va la ilaha illa antal mannanu ya hannanu ya mannanu ya badius samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyumu ve sallallahu subhanahu ala Muhammadin ve ala ali Muhammadin akzi hacati bi rahmatike arhamar rahimin. Ya'ni ma'nosi: ey Alloh, hamd senga xosdir. Sendan boshqa hamd eshitishga loyiq zot yo'qdir. Sen so'ramay berguvchi, mulkul ihson etguvchisan. Ey yerlarni va ko'klarni bunyod etgan, ey jalol va ikrom sohibi, ey abadiy hay va qayyum Alloh, Muhammadga va ul zotning oila va ashoblariga rahmatingni yog'dir. Orzularimni qabul ayla. Rahmatingla birga, ey marhamatlilarning eng marhamatlisi, saqlovchilarning eng saqlovchisi. Anas ibn Malik bu duoni hayoti davomida aytib yurgan. U Alloh taoloning Hannon va Mannon ismlari ila duo qilardi. Bu duoda Haq taoloning boshqa ismlari, jumladan Badiy, Jalol va ikrom sohibi kabi sifatlari ham tilga olinadi. Bu sifatlar bilan Haqqa iltijo qilish duoning qabul bo'lishiga alomatdir. Inshaalloh bu duo biror muhim ish oldidan, yana qo'rquvni bartaraf etish uchun ham o'qiladigan duolardan. Ixlos bilan o'qilsa har bir niyatingiz inshaalloh taolo amalga oshadi. Har birimizning uyimizga qut-barakotlar, yaxshiliklar yog'dirsin. Har bir yaxshi niyatlarimizni Alloh qabul ro'za aylasin. Farzandlarimizning rohatini ko'raylik, yaxshiliklar ko'raylik, ikki dunyo saodatini ko'raylik. Har birimizni uyimizga Allohim qut-barakotlar, yaxshiliklar yog'dirsin. Duo qilish oldidan Allohumma inni as'aluka 100 marotaba, astag'firulloh 100 marotaba, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad 100 marotaba. Shu holatda o'qisangiz va shu holatda yana yakunlasangiz, albatta sizni qilgan duoingiz mustajob bo'lg'usi. Yaxshiliklar ko'ring, uyingizga qut-barakotlar, ikki dunyo saodatini yog'dirsin Allohim.